Agar sizlar haligacha Rusalochka Arielda prins bilan happy end bo'lgan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, sizlar bu ertak haqida hech narsani bilmas ekansizlar. Na samom деле Ariel prins yoniga dusha обрести qilish uchun hech qachon o'lmaslik uchun boradi. Anderson kitobida yozilishicha bo'yicha odamlar o'lgandan keyin Xudon yoniga tushadi, a Rusalochka esa o'lgandan keyin prosta suvdagi kubikka aylanadi. Rusalochka yoshligidan boshlab odamlar haqida orzu qiladi. Даже uni bog'ida bitta prinsning qanaqadir silueti, statuyasi bo'ladi. Traditsiyalar bo'yicha suv parilariga 16 yoshga to'lishgandan keyin yerni ko'rishga chiqishlari mumkin bo'ladi. Ariel suv ustiga chiqqanda haykaldagi prinsni kemada ko'rib qoladi. Bu prins bo'ladi va u Rusalochkaga yoqib qoladi. Yerni ko'rib suvga qaytib tushgandan keyin o'zini babushkasidan biladiki, что Rusalochkalar faqat 300 yil yasha oladi. Undan keyin esa prosta suvdagi kubikka aylanishadi. Shuning uchun Rusalka yolmog'iz yoniga boradi. Yolmog'iz aytadi: "Mayli, men senga oyoq beraman, lekin sening tilingni men o'zim uchun qilib olaman" deydi. Sen haqiqatdan odamga aylana olasan, agar senga prins жениться qilsa, eslada svadьба bo'lsa deydi. Agar prins boshqa odamga жениться qilsa, sen o'sha momentda yo'q bo'lasan deb предупреждение qiladi. Rusalochka damlamani ichib sohilda uyg'onadi. U sohilda uni, конечно же, prins topib oladi. Prins Rusalochkani yoqtirib qolgan uchun saroyga olib ketmaydi. Prosta u chiroyli и o'zini singlisiga o'xshagan qiz bo'lgani uchun uni saroyga olib ketadi. На самом деле prins boshqa девочкаga влюбиться qiladi, потому что uni boshqa девочка qutqargan deb o'ylaydi. И o'sha девочка bilan ularning svadьбасы bo'ladi. To'y bo'lishidan bir kun oldin Rusalochkaning opalari uni yoniga keladi и pichoq beradi. И unga aytadi: "Agar sen prinsni o'ldirsang va uni qoni seni oyog'ingga oqsa, sen снова Rusalochka bo'lib suvda yashasang bo'ladi" deyshadi. Конечно же, Rusalochka uni o'ldira olmaydi. Shuning uchun birinchi pichoqni suvga tashlaydi, keyin o'zini suvga tashlaydi. Rusalochka suvga tushgandan keyin penaga обратиться qilmaydi. Она становится дочерью воздуха. O'zbekchada havo qizi bo'ladi. Rusalochka ruhga o'xshash holatga keladi. Qattandir magicheskiy ovoz keladi. Sen o'zingni birov uchun пожертвовать qilding. Shuning uchun yana 300 yil birovlarga yaxshilik qilsang, sen Xudoning yoniga tushasan, и o'sha yoqda смерти, покой и счастье обрести qilasan deyiladi. Спящая красавица Avrorani yozgan Jean-Baptiste Bazaleni kitobini men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Kitob 1634-yilda yozilgan. Agar qiziq bo'lsa o'qib chiqsanglar bo'ladi. Всех целую, всем пока.